Assalamu alaykum, hammalar salomat turibsizlarmi? Men Dilnur Öztürk, Səhiyyə Bilimlər Universiteti doktorluq bölümü oquvchisi. Bugun sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan narsam jiddiy qutquzishning asosiy texnikalari. Jiddiy qutquzish doktorluqning nihoyat asosi bo'lgan dengizga o'xshash cho'nqur bir ilm. Buning ichida dastlabki jiddiy qutquzish bor, xatarlik og'ir kasallar tibbiy ilmi bor, jarohatshunoslik bor, o'tkir zaharlanish bor, ofat tibbiy ilmi bor. Va men bu yerga bulamagan nurg'un tarmoq qismlari bor. Bugun men faqat sizlarga jiddiy qutquzishning dastlabki jiddiy qutquzish deb atalgan doktorlar va səhiyyə xizmatchilaridan boshqa hammamizning, ya'ni men hayot inson deyotgan hammamizningki bilishga tegishli bo'lgan asosiy bo'lgan bir qismini deb o'tib ketaman. Undan xo'sh biz boshqa ko'rib boqaylik, dastlabki jiddiy qutquzish degan nima? Hayotda har qanday usulda to'xtab qolgan yoki to'xtab qilish xavfi bor bo'lgan kishiga uskuni ishlatmay turib hayotni davom qilish uchun berilgan yordam. Mana buni biz dastlabki jiddiy qutquzish deb ataymiz va dastlabki jiddiy qutquzish har birimizning bilish kerak bo'lgan narsasi. Chunki Xudoyim saqlasin, ammo ertagün o'zimizga bir ish bo'lib qolgan vaqtida, yaxshi ko'rganlarimizga, oilamizga, do'stlarimizga birasiga bir ish bo'lib qolgan vaqtda darhol qo'zg'alib, ularning kichikgina qilgan bir ishimiz ularning hayotini davom qilishga yordam beradi. Shuni buni cho'qim yaxshi bilishimiz kerak. Bugun men faqat dastlabki jiddiy qutquzishning ichidagi yurak-o'pka funksiyasini asliga keltirishni so'zlab o'taman. Yurak-o'pka funksiyasini asliga keltirish CPR inglizcasi cardiopulmonary resuscitation. Kardiyo yurak, pulmonar o'pka degan gap. Endi bu yerda asliga keltirish deb bir gap chiqib qoldi. Asliga keltirmoqchi bo'lsak buning funksiyasini oldida bir to'xtab qolish yoki bu funksiyaning buzilish bir holati bo'lishi kerak. Undan bo'lsa yurak harakatining tuyuqsiz to'xtashi nimadan derak berdi bizga degan bir savol tug'ildi bu yerga. Yurak harakatining tuyuqsiz to'xtashi yurakning unumli mexanik faoliyatining tuyuqsiz to'xtab qolishini ko'rsatadi. Bu klinikadagi eng jiddiy va xatarli ahvol. Chunki motor bir a'zo bizning badanimizga yurak so'qish to'xtagandan keyin yurak qonni siqib chiqarolmaydi. Butun badandagi to'qilma hujayralarning oksigendan ta'minlashi uzilib qolib, buzg'unchilik uchraydi. Buning ichida eng og'ir buzg'unlik uchraydigani miyamiz. Yurak to'xtab qolgan vaqtda vaqt haqiqatan oltindan qimmat. Chunki miyada ko'rsatilayotgandek 0 va 4 minut ichida beyin, ya'ni miyamiz texi bir ish bo'lmaydi miyamizga, ammo 4-6 minutdan keyin miyamiz zaxmlanishga qarabmaydi. 6 va 10 minut orasida miyamiz xeyli bir og'ir darajada zaxmlanishga uchraydi va 10 minutdan keyin miya to'qilmalarida asli qaytmaydigan kasallik o'zgarish bo'ldi. Shu yurak o'pka miya qismini asli keltirish deganimiz yurak so'qish to'xtab qolgan bemorlarga nisbatan qo'llaniladigan qon aylanish va nafas markaziy nerv sistemasi faoliyati asliga keltirishni maqsad qilgan jiddiy qutquzish yo'li. Shunga bu vaqtda biz minut sekundni qo'ldan bermay vaqtida to'g'ri qutquzish ilib berishimiz to'liq zarur bo'lgan bir ahvol. Endi bayonqiyaga qaytib kelsak, yurak funksiyasini asliga keltirish dedik. Buningga bir aniqlik berib o'tib ketaylik. Oksigenning sun'iy nafaslanish orqali o'pkaga kirishi va yurakni sirtdan besish orqali yurakdagi qonning butun badanga yetkazib hayotini kapolatga qilish uchun ilib berilgan asliga keltirish. Undan xo'sh bu yerda bir yurak funksiyasini asliga keltirish uchun yurakni teshidan bosar ekanmiz. Ikkinchisi bo'lsa oksigenni sun'iy nafaslantirish orqali o'pkaga bog'uz ekanmiz. Bu ikki narsa aniq bo'lib ketdi. Endi biz mushu CPR, ya'ni yurak o'pka funksiyasini asliga keltirish deyishdan avval bir ssenariyani ko'z oldimizga keltiraylik. Teshida yotgan bir odamni ko'rdik. Hakumsi uyning ichiga kirdik deylik. Biraylar yoki sinfda deylik. Birasi hech qimirlamay yerda yotibdi. Undan xo'sa bizning tunji bo'lib qiladigan ishimiz, boshda yana bir deb o'tib ketay. Atrofning bexatarligi, asuşning boyuqlik hukm qilish, 112 telefon qilish, o'ngda yotqizish, nafas yo'lini ravonlashtirish, nafas va tomirni tekshirish, ko'krakni besish orqali sun'iy qon aylantirish, sun'iy nafaslantirish. Bu yerda yozgan hamma narsam CPRning oldida qilish tegishli bo'lgan bir ishimiz. Endi normalda bir yerga kirdik, birisi qipirdamay yetyotdi. Undan xo'sh bizning tunji bo'lib qiladigan ishimiz nima bo'lsak, atrofning bexatarligini tekshirish. Chunki, masalan, u odam balkim tok so'qayotgan bo'lishi mumkin. Agar u atrofning bexatarligini bir ko'z nima qilatmaylam, qo'limiz bilan tutgan vaqtimizda ham u kishining hayoti xavf uchraganligini ozdab, bizning ham hayotimiz xavf uchraydi. Shunga atrofni bir qo'l
Muşundaq bir közümüz bilan qarab yetişimiz gerek, tekşürüp yetişimiz gerek. Etrafda bizning bexatarligimizni xavf uçuradigan bir narsa bormi, yo'qmi deb. Undan keyin Turkiyadek bir mamlakatlarda to'la qoral, yaraqqa o'xshash çatışmalar chiqib turdi. Bunda vaqtdimi eng avval o'zimizning bexatarligini va chunki biz saq bo'lalsak, undan keyin qarshi tarafga yordam qila olamiz. Shunga shuni ko'zini bulundib turib, atrofning bexatarligiga diqqat qilishimiz kerak. Bu birinchi qilgan ishimiz. Ikkinchi bu atrof bexatarga deb o'zimiz hozirda bir da'vatgandan keyin darhol u kishining qishig'i berib, asoshining bor yo'qligiga hukm qilamiz. Qanday hukm qilamiz? Darhol borgandan keyin mo'risiga urib, mo'risini silkib turib, bemorning qulog'iga yaqin kelib, yuqori ovozda u kishining ismini chaqiramiz. Agar taniydigan birisi bo'lib qolsa. Agar yo'q tanimaydigan kishi bo'lib qolsa, yana shu mo'risini silkib turib, "Nima bo'ldingiz? Mening ovozimni anglay olayotamsiz?" deganga o'xshash, u kishiningki oddiy savollarni so'rash orqali asoshining bor yo'qligiga hukm qilamiz. Qaradik, asosiy joyida emas, ya'ni asosiy yo'q, hech qanday bir sizga javob bermadi. Undan bu vaqtda darhol 112 ga telefon qilamiz, qutquzishga chaqirib qilamiz. 112 ga telefon qildigan vaqtda ya o'zimiz qilishimiz mumkin. Bu yerda eng muhim bir ahvol, atrofimizdan boshqa odamlar agar bor bo'lib qolsa, cho'qim ulardan yordam talab qilamiz. Ularni bizning qilishimiz kelish kerak, chunki birozdan keyin qilmoqchi bo'lgan yurak va o'pkani qaytadan jonlantirgan vaqtimizda bizga yordam qilishga odam kerak ketadi. Yana birisi 112 ga siz telefon qilmang deb vaqt isrof qilmay, siz boshqa mayadagi bo'limlarga o'taveramiz. Ular bizga vakolatan 112 ga telefon qildi. Ondan keyin 112 ga ya o'zimiz qildik deyli, ya boshqalar qildi deyli. Bular qilgandan keyin biz bemorni muvofiq badan holatida yotqizishimiz kerak, ya'ni o'ngda yotqizishimiz kerak. Baş, boyun, bedenini bir tuz sızıq halda qattiq yerga yotqizib turamiz. Bu o'ngda yotqizish tugadi. Endi nafas yo'lini ravonlashtirish. Endi bu yerdan boshlab haqiqiy qutqizishga nima qiladigan yer keldi. Nafas yo'lini ravonlashtirishni qanday qilamiz? Bu yerdan boshlab o'tayman. Nafas yo'lining ravonligi sun'iy nafaslantirishning oldingi sharti. Yurak harakati tuyg'usi to'xtaganda nafas yo'li to'siq qilish asosan til bo'g'zi qaplashib qilib va yoki nafas yo'lidagi yot jismlar keltirib chiqardi. Nafas yo'lini to'sib qilishini. Shunlashqa endi mandaq ikki ssenariyo bo'yicha mayli. Agar til bo'g'zi qaplashib qolgan vaqtida qanday qilamiz deganda, hushini yo'qotgan bemorlarning muskul kerilish kuchi tuvanlab, til tuvi kayniga o'ltirilishib, bo'g'z qaplashib qoldi. Boshni kayniga egamiz, mana bu yerda ko'zday. Bir qo'limiz bilan boshni kayniga egamiz, yana bir qo'limizning ko'rsatkich va o'ttir barmoqi bilan ostidagi engakni ustiga ko'taramiz. Bu vaqtda orqaga ketgan til ko'kki joyiga kelib, nafas yo'li ravonlashadi. Mushu nafas yo'lini ravonlashtirgan vaqtida ig'izning ichiga qaraymiz. Boshqa yot jism bormi, yo'qmi, juda bir narsa bormi deb. Agar bor bo'lib qolsa qanday qilamiz desa, qo'limiz bilan tozalab chiqaramiz uni. Bu nafas yo'lini ravonlashtirish. Bu nihoyatda muhim bir qadam bosqichi. Endi nafas va tomirni tekshirish. Bu yerga keldik. Nafas ravonlashgandan keyin quloqda anglab, ko'zda ko'rib, yuzda sezib, qo'lda tutish orqali 10 sekund ichida nafasning va tomirning bor yo'qligini tekshirishimiz kerak. Boshda quloqni bemorning og'iz burniga yaqin kelib turib, nafas ovozini anglaymiz bir tarafdan, quloqimiz mana bemorning nimasida, og'ziga tarafda. Yüzümüz orqali nafas havo iqimini his qilamiz bir tarafdan, ham anglab, ham his qilib. Andan ko'zimiz bilan miyada ko'krak va qo'rsaqning yuqori tuvan nafas holatiga qarash orqali bu bemorda nafas bilan bor yo'qligiga hukm qilamiz. Tomir so'qishining bor yo'qligini degan vaqtimizda o'z qon aylanishining bor yo'qligi bu bemorlarda bek muhim bir o'ringa ega. Bu vaqtda ko'pincha holatimizda bo'yin arteriyasi bilan buni his qila olamiz. Ko'rsatkich va o'ttir barmoqning uchi bilan bemorning qonini silab turib, erlarda bo'lib qolsa agar bug'doykini tutsaxim bo'ldi. Ashini bug'doyning o'ng yoki so'lga 2-3 sm atrofida silash tursak, yumshoq to'qilmani yenik ammo cho'nqur bosganda bo'yin arteriyamizning so'qishini his qila olamiz. Hozir cho'qim bundoq bir bemorningki yo'qligini his qilishimiz shart emas. Mushu anglayotgan bo'lsanglar, o'zinglarmi mushu ko'rsatkich va o'ttir barmoqlarni qoninglardan o'ng va so'l tarafga 2-3 sm taxminan sipab turib, bo'yin arteriyalarni, ya'ni shoh tomirimizning so'qiyotgan, so'qmayotganligini bilib baqsanglar bo'ldi. Oldin ola pratik qilib. Endi bular tugadi.
nəfəs almavatıdı, tomuru soxmavatıdı, nəfəs yolunu ravanlaşdırdı. Əmdəki bölüm bolsa, kökrəkni besiş arqılıq süni qan aylandırışını saxlaş. Bu yerdə bək mühim bolğan iki nəs var. Birisi, nəni basımız? İkincisi, qandaq basımız. Bu bək mühim nəsə. Nəni basımız degan vaqtda, çoğ adamni qutquzishdan so'zlayapman men hozir. Töz sönkümüzning o'ttira, töz sönkümüz, mana bu şey töz sönkümüz. Tibabat bunu sternum deb ataydı. Bu töz sönkümüzün o'ttira tüvən 3-dən 1 qismi tutaşqan o'rin besiludu. Bəzi bir qaynaqlarda iki qolumuzni o'ttira qo'yib turib, tam shuni o'ttirisi deb olganlar borki, u mu buludu? Yoki bo'lmasa eng oson usuldan birisi köksü uçları bağı meme uçları. Meme uçlarının birleşmesinin o'ttira qismini shu deb olsaqmi buludu. Har xil qaynaqlar bor bunga nisbatan. Mana bu yani kolumuzni mana o'xshash kalabchilab turimiz qaranglar. Bir qo'limiz ostida, bir qo'limiz ustida mana giralashgan, kalabchilangan holatda bo'ladi. Andan keyin ostidagi qo'limizning tuvi bilan, ya'ni olqon tuvi bilan pastga bostiramiz. Taxminan 4-5 santimetr atrofida besilsa, bu unumli bo'ladi. Bu qanday besildi degan vaqtda minutiga 100 qaytimdan her 30 qaytimdan keyin 2 qaytim sun'iy nafaslantirish elib berdi. Sun'iy nafaslantirish kelgan vaqtda deymiz buni. Mana bu şekilde qutquzuvchining badanini qanday turishimi bu bek muhimmiga qarsak bo'ldi. İki bilgini tuz tutish kerak. Jayniki ig'volmaslik kerak. Jaynikini ig'volsak kuch bemorga kelmaydi. İki mo'risi bemorning töz so'nkining dal ustiga to'g'ri kelishi kerak. Yuqorqi badan eg'irligidan foydalanib mo'ra bilakning kuchi bilan tik yo'linishda ostiga kuchab bosadi. Bir bosadi chiqadi, bir bosadi chiqadi, bir bosadi chiqadi. Mana shuncha bo'lishi kerak. Mana qo'lning tutilish holatimi bu. Deganimdek minutiga 100 qaytimdan besish cho'nqurligi taxminan 4-5 santimetr bo'lsa bo'ladi. Mushu bo'yicha ma'lumot. Endi 30 qaytim ko'krak besilib bo'lgandan keyin 2 qaytim sun'iy nafaslantirish kerak. Sun'iy nafaslantirgan vaqtimda bemorning nafas yo'li ravonlashtirilishi kerak, ya'ni o'xshash og'zi ochiq holatda bo'ladi. Bayam deganga o'xshash ko'rdinglar mana bir qo'l bilan bosh kayniga ishtiraylik, yana bir qo'l bilan ustiga chiqariqliq enak. Peshonasi besib turgan qo'lning bosh va ko'rsatkich barmoq bemorning puti qisilib, burnini mana bu qo'li bilan burnini qisib turamiz. Cho'nqur nafas olamiz, havo sumirib, og'zimizni ichib bu kalpuk bilan bemorning kalpukini him yemlab, kuchab turib, bemorning ko'krak ko'targuvchilik havoni bemorning og'zidan purkab turib beramiz. Bu vaqtda eng yaxshisi bemor bilan o'zinglar og'izga tekkandan keyin bir bezga o'xshash yoki bo'lmasa raqqa o'xshash bir narsa qo'yib olsanglar havo o'tishgidek darajadan yaxshi bo'ldi. Chunki endi o kishida qanday kasal bor yo'qligi, undan boshqa ba'zi mahram ko'ngillar unday bo'lgandan keyin ashnaga diqqat qilsak bo'ladi. 30 qaytim ko'krak besildi, 2 qaytim sun'iy nafaslantirma bo'ladi. Sun'iy nafaslantirgan vaqtida ko'krak besilmasligi kerak. Endi bayam degandim 112 ga yordam chaqirgash ham atrofinglardami yordam chaqiringlar deb atrofinglardami yordam chaqirgan vaqtinglarda. Chunki bu qilib baqqanlar bildi haqiqatan bir tarafdan besib, bir tarafdan nafas olish insonni bakli charchitadigan bir narsa. Onun ustida atrofdan bir jiddiylashish bor. Bu odamning o'lish, hayot mamat so'z konusu. Shunlashqa bunday vaqtda boshqalarning yordamda bo'lishi nihoyat muhim. Agar atrofingizda 2-3 odam bo'lsa, 2-3 odam 1-2 minutda bir omlashib turib qilsanglar bu ishni yaxshi bo'ldi va 1-2 odam yana o'xshash mas'ul shu nafas sun'iy nafaslantirishga mas'ul bo'lsa, bu nihoyat unumli bo'la oladi. Ham deganimdek bemorning mashg'ulot vaqtida og'ziga nefis bir qavat daqiqa o'xshash mushtabira narsa qo'yib qo'ysak yaxshi. Endi men bayam deb o'tib ketgan narsalarning hammani bir videoda nihoyat qisqa tushunishli holat tushuntiribdi. Agar mumkin bo'lsa bu darsni hammamiz yuzturan turib so'zlagan bo'lsak, yuzturan turib maketlar bilan tan ashlarning ustida ko'rsatgan bo'lsak bak yaxshi bo'ldi. Ammo bu to'g'rilik siyasi bo'lganligi uchun amal bo'lmay qoldi. Shunlashqa hozir qo'yib bergan videorim bilan men bayam so'zlagan narsalarni, aşı bilimlarni birlikda jug'lab turib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Undan bo'lsa videoni boshlatdim. İlk yardımcı kendisinin ve hasta yaralının güvenliğinden emin olur. Hasta yaralının omuzuna dokunup "İyi misiniz?" diye sorularak bilinci kontrol edilir. Eğer bilinci yok ise çevreden yüksek sesle yardım çağrılır, 112 aratılır.
Hasta yaralı sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır. Yanına diz çökülür. Yaralının boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır. Ağız içi kontrol edilir. Görünen yabancı cisim var ise çıkartılır. Hava yolunu açmak için bir el hasta yaralının alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Hasta yaralıya baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Hasta yaralının solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol edilir. İlk yardımcı yalnızken hasta yaralının solunumu yok ise kendisi 112'yi arar. Göğüs basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir. Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir. Ellerin parmakları göğüs kafesine temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur. Göğüs kemiği 5 santim aşağıya inecek şekilde 30 göğüs basısı yapılır. Bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır. Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanır. Hasta yaralının alnının üzerine konulan elin baş ve işaret parmağı kullanılarak hasta yaralının burnu kapatılır. Baş geri çene yukarı pozisyonunda hasta yaralının ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir. Hasta yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 nefes verilir. Xo'sh, videomuz müşahidə və avval hava yolunu açdıq. Ondan keyin nəfəs bağı yoxluğunu və tomurunun soquşuş bağı yoxluğunu kontrol etdik. Endi bağlan seri bu ABC deymiz biz bunu Türkçedeki şu niməni rədd tərtibini. Bağlan seri bu SBA-ğı özgərib ketadıdı. Başda heç nəsə elə nabzını kontrol qıplam, tomurunu kontrol qıplam, direkt yürəkini soquşunu davamlaşdırışımız gerek. Lakin dik olmamış bulanmadı. Şundaq bolsun, yanılan bunu da ötüb getişini oylandım. Ankin yeni birisi mən bayatdan beri dəb ötüb ketkenlerimdən həmmisi çoğun kişilər üçün, yəni yetişkin kişilər üçün. Biz bu yürək və ök funksiyasını əslik gəltürgən vaxtımızda bimarlarını 3 türgə ayırıyımız. Birincisi 8 yaşdan yuqur bolğan bimarlar, ikincisi 1 yaşdan 8 yaşqıç bolğan bimarlar, üçüncüsü bolsa 0 yaşdan 1 yaşqıça, yəni texi 1 yaş toşquzmağan bu vaxtlar dəb ayırıyımız. Bayam dəb ötüb ketkəndək çoğunlarda qolmanı bu şekildə qirələşkən adətdə 2 qol bilən təng küçəb durub kökrəkə nima berildi, besim berildi. 1 yaşdan 8 yaşqıç bolğan bimarlarda faqat 1 qol bilan berildi. 0 yaşdan 1 yaşqıç bolğan bimarlarda körsətküç barmaq bilan o'ttir barmaq ikisi birləşdirib berildi. Fərq müşəyədə. Şuna qılıb bugün sözləydiğim məzmunum müşəyəcə. Əmd mən miyədə bunu mındaqlam dəb ötüb getdim. Bu vaxtlarına mani. YouTube kırsanlar bunun münasibətli nurgun videolar var. Hem özümüzden, hem ailemizden, hem yaş görgənlərimizin ki salamətligi üçün bu çoxum həmimizdən bilişi kerek bolğan bir nəsə, bir ufqum. Şonaşqa bolsa, sizlərlə bu haqda texim yaxşı izlənib, yaxşı materiallarını körp yıqışanlarını təvsiyə qılmə. Bugün sözləydiğim müşinçilik həmmələrə rəhmət.